Ikkala ogohlantiruvdimi, animator urish mumkin emas deb, shtrafi ham bor. Lekin aka hech narsa qilmadi. Вот именно qildi. Bu Instagramda ko'rganimda erini arabcha o'ynab kutolmasmidi? Kvestga xush kelibsiz adajon. Keling, lekin hozir prikol vaqti emas. Nima deyishganman? Hojatxonaga kirish uchun 3 ta kalit topishingiz kerak. 3 ta? Shuni 2 ta qilaylik. Xolasiz, podskasketami? Shart emas. Oyingiz qayerda? Ay, kalit topmasangiz kirolmaysiz lekin. Kirmasa ham bo'ladi. Mana shu qat. Hamma o'zim topaman. O'zingiz bilasiz. Xotin, qo'y, uxlaylik. Men nima qildim? Xotini yana qo'rqitmoqchi. Yana bu narsa kerakmi adajon? Yo'q. Oying bo'lsa kerak-da. Nimami? O'g'rimi? O'g'rimi? Kelib haftalaringiz o'qishga qo'rqamiz. Allo, Ulug' aka nima qilyapsiz? Uxlayapman. Ne baqirasiz? Uyda bitta o'zimmidan. Yo'llama, jonimiz kelyapman. Anaqa uy nomeri nechi edi? 52. Esingizdan chiqib qoldimi? Xo'p. O'rtoqjon. Voy, Ulug'bek. Assalomu alaykum oyi. Sen bu yerdan nima qilsan? Siz olib ketgan keldim. Bu ta'limni qayerdan bilding? Ketayotganda uxlayotding-ku. Adab etdilar. Voy bolam, mazin bo'lmayaptimi? Ading Dubayda dam olyapti-yu. Bu ta'limni faqat akam bilardi. Adashib ketdim oyi. Akam demoqchi edim o'zi. Akam etdilar. Xo'p, mayli. O'rtoq, bu meni kichkinam. Voy, o'zim o'rgilib ketay bo'ylaringda. Shuni o'ylantirishim kerak. Muncha yaxshi. Qo'shnimni biram odobli, biram pazanda qizi bor. Kepsan. Birato'la shuni ko'rib ketmaysanmi? Ko'ramiz. Yo'q, hozir shart emas. Nima shart emas? Bu yoqqa kel. Menga qara. Mana bu qo'shnimni bir chiroyli, odobli qizi bor. Hozir sekin borasan, eshikni taqillatasan. Qizi chiqadi. Mashhur opani uyi shumi deb so'raysan. Keyin u yo adashdingiz deydi. Bog'xonada qizini ko'rib olasan. Yo'q, oy shart emas. Ketdi, yur. Ey, bor. Bora qolsinchi, bor. Taqillab. Uzr adashimiz. Oyi, ketaylik, menga yoqmadi bu qiz. Jonim, qayerga ketyapsiz? Mayli o'rtoq, kelarsan.
Pastda bo'laman, oyim. Hop. To'xta hayvon. 别墅里面敞开，水池里面饮龙鱼。 Oyi, ertaga hayit aka, o'shanga xatam naski-paski olib bermaysizmi, yenge? Xo'p, olib beraman. Faqat oping bilan hamma yoni chinnidek qilib tozalasalaring. Uflama, opa, bab qiz bo'lasa qilishing kerak u narsani tak-tak. Hozir. Oqa! Ulug'bek, bormisan? Aka, marvoylamay tura olasizlarmi? Hech nima kerak naroq. Hayitga uy ko'tarmoqchi edik. Uy ko'tarib uchashga boshladinglarmi? Yo'q. Ha? Uy ko'tarmoqchimiz, zomma. Nima degani u? Qo'ymasiz? Ha? Shkop o'rniga divanni qo'yamiz. Hop. Mamlaqa turgan gilamni mamlaqasiga solamiz. Ha, u borga demaysanmi? Boshim xotirmay vaqtim olmay. Mana ertaga turibdimi? Ha, o'sha yerdan olasanmi o'zing? Qayta olib chiqib berganmi? O, Ulug', bu yoqqa kel. Sen kiyinasan, men yig'ishtiramanmi? Yonda. Ko'ynishim, oyoq kiyim hammasini oldim. Hozir sochim oldirasam, ertaga hayit namoziga totoy bo'lib chiqaman. Amaki, menga ham qachon gap qiladi, bilmaysizmi? Kimdan keyinsa? Ha. Appar, mashindan keyin men sochimni olib. O'chib sizga turmaysizmi avvalo? Qura yoqalayman, oldinga hayit kelganman. Ha, nechasi vaqtda amaki, men pishtadan. Qancha kelganman, Nima deyapti? Vau, kiyimlarni dazmol qilib oldim. Ertaga yangi kiyimlarni namoz kiyib chiqaman. Voy, ertalab bo'lib ketdi-yu. Bu yil uxlab qolman namozga. Opa, ne turg'izmaysizlar meni? Bilaman, o'shancha uyg'otganda turish kerak edi. Turishi.